Assalomu alaykum qizlarjonlar. Farzandimga qiziqarli bo'lishi uchun uy ichida daftar ruchkalari uchun sumka tikib berdim. Bu sumkani keraksiz bo'lgan, tashlab yuboriladigan jinsi brukdan taxladim. Bitta jinsi brukka bitta sumka chiqdi. Sumkamizning yon taraflariga knopkalar qo'yib oldim. Menda jami 6 ta knopka ketdi. Bittasi magnitli knopka bo'ldi. Ichida astarlarni ham tikib oldim. Sumkachamizni tikish mashinkada tikmadim. Qalin joylari borligi uchun buzib qo'yishdan qo'rqib, qo'lda tikib chiqdim hamma joyini. Sumkamizning yon tarafdagi cho'ntaklarini, brukni orqa tarafdagi cho'ntaklardan foydalandim. Ko'rib turganingizdek. Mana bu cho'ntagi bilan zamokni, oldi cho'ntak va zamoklardan foydalandim. Bu bezaklarini rement ushlab turadigan lentasi va emblemasini sug'urib olib, sumkamga joylashtirdim. Bularni esa beli qismidagi lentalarni oldim. Mana ki sumkam ham tayyor bo'ldi.